Qadrdonlar, keyingi obyektimizga mana keling, xudo xolasa plan pay qo'yaman deganlar bemalol ko'rishi mumkin. Shuni plan payning tagiga nimaga turpoq tashaladi? Kommentariyada izohlarda o'zingizlar fikringlar qoldirasizlar. Shu yerga xudo xolasa chiroyli qilib plan pay bitkazib beramiz. Qancha rasxod ketdi, necha puldan qo'yyapmiz. Albatta bir dona like bosib qo'yasiz, bizga motivatsiya bo'ladi. Mana bunday qilib qo'ysangiz bo'ldi. Like'ni bosib albatta shu yerga necha pul rasxod ketdi, shular haqida video davomida albatta ko'rasiz. Qadrdonlar, mana ko'rib turibsizlar, xudo xolasa plan payni qo'yishni boshladik. Zasifka qilib qo'yyapmiz. Metusolar tashalgan. Hop, bu yerda plan payasi balandligi 15, bu yog'i 35 bo'ldi. Baland oyoq qo'ygani o'zi 30 bo'ladi. Uyda egasini talabiga ko'ra 35 qilib qo'ydik. Kengroq. Mana bunisini esa 30 bo'ldi bu. Plan payamiz mana bitgan holati mana. Plan payamiz bitgan holati. Eshik taglarini ham ko'rsanglar, mana juda ham tagigacha qilib yopildi. Eshik taglari axlat to'planib bo'lmaydi. Mana ko'rib turibsizlar. Qadrli obunachilar, mana bu tomondagi plan payamizni ham chiroyli qilib qo'yib berdik. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Astashga qo'yapmiz. Astashga qo'yib, mayda eski ikki tomonlama chiqadigan plan pay bor ekan. Shuni perdelka qilib boshqatdan chiroyli qilib razmerlar bu yerda 20 sm har xil razmerda bo'lgan ekan plan pay mana ko'rib turibsizlar. Shuni yopib ketgan ekan, o'shini ham chiroyli qilib boshqatdan qo'yib beryapmiz. Mana shu yerdan o'rtadan ikki tomonga chiqadi. Chapga, o'ngga. Ular shunaqa. Qadrdonlar, endi barchaga qiziq joy keldi. Rasxodlari barchaga qiziq. Ko'rib turgan obyektingizga bitta zilda metr ketdi, 650 ming so'mga olindi. 800 kilo sement ketdi. Общий u 570 so'mdan olindi. O'sh perdelka qilib stejga qo'yib berdik. Narxlari 25 ming so'mdan. Shu ko'rib turgan plan paylarda metr balandligi 90 bo'ldi, eni 110 bo'ldi. Shuni metrini 300 ming so'mdan qo'yib berdik. Plan pay razmerlarini aytib o'tdik. Bu tomondagi plan payamiz 90 balandligi, uzunligi 4,5 metr bo'ldi. Uzunligi 4,5 metr. Eni 110. Nariga ko'rib turgan plan paylar uzunligi 4 metr bo'ldi. Kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'ysanglar, barcha stroyka bo'yicha ishlarda rasxodlarini, nech puldan qilinayotganini bilib turasizlar.